Prezident Shavkat Mirziyoyevning Zakovat intellektual o'yinini aholi o'rtasida ommaviy ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Birgina misol, Toshkent Davlat stomatologiya institutiga biriktirilgan Yashnobod tumanidagi 10 ta mahalla yoshlari o'rtasida Zakovat intellektual musobaqasi o'tkazildi. Bekzod Abdusamatov jarayonlardan xabar qiladi. Ayni kunlarda har bir shahar, tuman va mahallalarda iqtidorli yoshlarning mantiqiy bilimlarini oshirish, ularni saralash va intellektual o'yinlarga keng jalb qilish maqsadida Zakovat o'yinlari o'tkazib kelinmoqda. Ana shunday o'yinlardan biri Toshkent Davlat stomatologiya institutida tashkil etildi. Toshkent Davlat stomatologiya instituti hamda Yashnobod tumanidagi 10 ta mahalla orasida o'zaro memorandum, ya'ni hamkorlik memorandumi imzolangan. Zakovat intellektual o'yinlari ham ko'pincha yoshlari bo'sh vaqtlarini yanada mazmunli hamda ular olgan bilimlarini yanada mustahkamlashlari hamda o'sha bilimlariga yana bilimlar qo'shish maqsadida ham tashkillashtirilyapti. 10 ta guruh mahallalar tizimida shakllantirilgan. O'yin qizg'in pallaga chiqdi. Jamoalar g'oliblik uchun kurashmoqda. Diqqat bilan boshlovchi tomonidan o'qilayotgan savollar tinglandi. Birinchi raqamli savol. O'zbeko avto kompaniyasi 1996-yilda ilk ishlab chiqargan avtomobil o'zini qanday o'ylash uchun bir daqiqa vaqt ketdi. G'olib komandalarga stomatologiya institutini maxsus sovg'alari, moddiy sovg'alari, kitoblar, ishtirokchi komandalar uchun ham maxsus sovg'alar tayyorlanganki, ular hech kim bugun bizani musobaqalarimizdan quruq ketmaydi degan umiddamiz. E'tiborlisi, sizni mantiqiy o'ylashga, fikrlashga undaydigan bu savollarga javobni internet tarmoqlaridan topa olmaysiz. Savollar juda ham qiziqarli, mantiqiy fikrlashga bolalarni undayapti. Vaqtimiz juda ham chiroyli o'tdi. Har bitta o'quvchi uchun foydali bo'ladigan savollar kayfiyat a'lo darajada, savollar juda ham qiziqarli darajada tuzilgan, o'ylashga majbur qiladigan savollar bor. Ommaviy ma'rifiy harakatga aylanayotgan Zakovat intellektual o'yini nafaqat yoshlar, balki aholining boshqa qatlamlari o'rtasida ham o'tkazilmoqda. Bugun esa eng yuqori natijaga erishgan jamoalar qimmatbaho sovg'a, diplom va alohida kubokka ham ega bo'lishdi. Bekzod Abdusamatov, Azimjon Qahramonov, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.